Hurmatli o'quvchilar, demak bugun biz sizlar bilan transkonsentratsiyalar haqida gaplashamiz. Shu kungacha hamma konsentratsiyalarni o'rgandik, to'g'rimi? Xo'p, birinchisi eruvchanlik deb nimaga aytiladi? Savol gruppaga, o'rtaga. Foiz konsentratsiya. Suvdami, eritmadami? Eritmada. Molyar konsentratsiya. 1 litr suvda erigan mollar soni. Normal konsentratsiya. 1 litr eritmada erigan ekvivalent mollar soni. Boyagina suvda dedingiz, manimcha. U ham 1 litr eritmagan nisbatan. Erigan. Titr. Titr. O'sha. 1 millilitr massasi. 1 millilitr eritmada erigan tuzning massasi. Xo'p, demak, konsentratsiyalar aro, ya'ni transkonsentratsiyalarga oid misollar qanaqa bo'ladi? Birinchisi, yozib qo'yibman, molyardan foizga o'tish formulasi. Sizlarga beriladi, ma'lum bir zichlikda shuncha molyarlikka ega bo'lgan eritmani foiz konsentratsiyasini toping. Uning uchun sizlar birinchi foizga kerak bo'ladigan narsalar, misol uchun massa, tuzni massasi, eritmani massasini topib olishlik kerak, to'g'rimi? O'z foiz topish uchun. Lekin sizlarga eritmani hajmini bermasligi mumkin. Eritmani hajmini bermasa, hayotda u ishni qila olmaysizlar. Shuni hisobiga o'tkazish formulalari, ya'ni transkonsentratsiyalarga oid misollar beriladi. Formulalar yodlab olsanglar, u yog'i chiqarish qiyin emas. Misol uchun, molyardan foizga o'tish formulasi. Bitta masala o'qing, Dilbar. Molyardan foizga. Konsentratsiyasi 0,5 mol bo'lgan bariy xlorid eritmasining massa ulushini aniqlang. D teng 1,4 g. Qaysi eritma? Xo'p, masala berilyapti. Molyarligi 0,5 ga teng. Bariy xlorid eritmasi zichligi 1,04 ga teng ekan. Xo'p, formula berdim. O'rniga qo'yib chiqamiz. Molyarligi necha edi? Men foizga o'tkazmoqchiman shu eritmani. Molyarligi 0,5 bo'lgan, bariy xlorid 71 ga 208 bo'ladi. Ko'paytiramiz. 208 taqsim 1,04 ko'paytirilgan 10. Tak, 104 ni 14 ga bo'lsak 10. Demak, massa ulushda yoki foizda 10% eritma hosil bo'lar ekan 0,5 molyarli eritmamizdan. Kim tushunmadi? Kim tushunmadi? Qayerga? Qarang. Eritma berilyapti. 0,5 molyarli bariy xlorid eritmasi. Zichligi 1,4 ga teng ekan, 1,04 ga. Xo'p. Ko'ryapsizlar, qisqartirsa bo'ladigan sonlar berilyapti kalkulyatorga solinmasdan. Misol uchun, bariy xloridning molekulyar massasi 208 ga teng. Mana bu katta ham bu molekulyar massa. Hamma biladi. 208 ga teng 0,5 molyarli. 0,5 208 ko'paytirsak 104 bo'ladi. 1,04 ni 10 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 10 bu doimiy son, formulada bor. 14, 104 ni 14 ga bo'ladigan bo'lsak, 10. Demak, 10% eritma hosil bo'lar ekan. Hamma shu joyga tushundimi? Molyardan foizga o'tishga? Madina, qo'ya olasizmi formulaga? Keyingi. Foizdan molyarga. D bu nima edi? Zichligi. Endi xuddi shuni teskarisi berilyapti. Foiz berilyapti. Qaysi moddani eritmasligi ma'lum. Zichlik berilyapti. O'rniga qo'yamiz. Foiz o'rniga necha qo'yar ekanmiz? 40. Ko'paytiramiz 10 ga, ko'paytiramiz zichlikka 1,6 ga. Bo'lamiz. 40 ga 160 200. Qisqartirsak 5 bo'ladi. 16 ni 5 ga bo'lsak 3,2 molyarli eritma hosil bo'lar ekan. Kim tushunmadi? 40% 1,6 zichlikdagi kalsiy bramid eritmamiz molyarlikka o'tkazilsa 3,2 molyarli bo'lar ekan.
Ya'ni shu eritmani 1 litrida 3,2 mol modda bor degani. Kim tushunmadi? Hamma tushundimi? Mazin tushundingizmi? Xo'p, normaldan foizga o'tish. Mayli ayting. 20% kaliy gidroksid eritmasining zichligi 1,12 gram bo'lsa, normal konsentratsiyasini aniqlang. Zichlik necha dedingiz? 1,12. Xo'p. Xuddi shuni o'zi faqat nimani so'rayapti bizda? Normallikda. O'rniga qo'yamiz. Mana bu yerga yozing. Topib olasizlar. Qayerda nima yozilgan? Xo'p, 20 ko'paytirilgan 1,12 ko'paytirilgan 10. Taqsim. Pastga nima qo'yamiz? Ekvivalent. Qanday hisoblaymiz gidroksidlar ekvivalentini? Massa 74 2 ga bo'lsak 37. Hisoblaymiz. 6,15. Общий javobmi? Hamma javobmi? Yigirma ko'paytirilgan 11,2. 10 ham bor-ku. Bormi javob? To'g'ri o'qidinglarmi masalan? 20% kaliy gidroksid eritmasining zichligi 1,12 gram bo'lsa, normal konsentratsiyasi topiladi. Xo'p. Normal konsentratsiyasi foizi o'qing. Maylimi normal topish. Kalsiy 40. 17 dan ikkitasi vay. 34 ku 74 to'g'ri. 74 ga bo'ling. 37. Tak, 11,2 ni 2 ko'paytirsak 22 4. Ikkita virgul sursa 224. 224 37 ga bo'lsangiz mayli, chiqaramiz hozir. E variant, har doimgidek. Hamma tushundim qanday ishlanganiga? Xo'p. Normaldan foizga o'tish formulasi. Yo'qmi unaqa formula? Foizdan malyarga. Malyarga, normalga yo'qmi? Umuman. Olib kitobda. Mana bu yerda o'qib olsa bo'lardi-yu. Bu yerda ham yo'q. Normaldan foizga ketdimmi? 8 ta masala berib qo'ydi. Demak, 4,5 normalli. Uni 1%. Zichligi qan? Mana bu yo'q ekan. 6-son qo'ydik. 5 normalli ekan. 5 normalli. Anaqa Ekvivalent massasi 80 ga teng. Qaysi moddaligini bermabdi? D16. Zichlik 1,6. 1,6. Men kitob. Demak, 5 normalli ekvivalent o'z avtomat berib qo'yibdi. Qaysi moddaligini aytmagan va 1,6 zichlikka ega. O'rniga qo'yamiz. Foiz topish uchun normal necha teng edi? 5 ko'paytiraman. 80 ga bo'lamiz. 1,6 ko'paytirilgan 10 ku. Ha. Yo'q, to'xtang, normaldan nimalarga? Shu joyga chiqama tushundimi? Prosta formulaga qo'yish kerak. Nimaligini bilib olsanglar bo'ldi. Men sen tushunyapsizmi? Endi qaranglar, normaldan malyarga, malyardan normalga o'tish. Bu yerda faqat bitta ekvivalentga farq qiladi. Ya'ni qanaqa ma'noda ekvivalent? Misol uchun, ekvivalent topayotganda nisbiy molekulyar massani mayda bo'ladigan soniylar bor-ku x. Misol uchun 2 molarli kalsiy gidroksid eritmasini normal konsentratsiyasini toping deyapti. O'zim masalan so'roq.
Kalsiy gidroksid eritmasi 2 molarli. Normalini toping. Nima qilamiz? Molar konsentratsiyasini shu bo'layotgan sonimizga ko'paytirib yuboramiz. Kalsiy gidroksid ekvivalentini topish uchun nechaga bo'lamiz? Nechaga? Nega 2 ga? OH soniga. Demak, 2 ni 2 ga ko'paytirsam 4. Bunda teskarisini qilamiz. Misol uchun kalsiy bromid eritmasi 6 normalli. Molar konsentratsiyasini toping. 6 normal tepaga qo'yamiz. Kalsiy bromid topish uchun ekvivalent necha bo'lamiz? Metal soni nechta? Valentligi necha? Ko'paytirsak 2 bo'ladi. Demak, bu 3 molarli eritma hosil qiladi. Hamma tushundimi? Nimaga ko'paytirib bo'layotganimizni tushundinglarmi? Xo'p, titr bilan molarni munosabati. Molar konsentratsiya 3 mol. 3 molar. To'g'ri o'qing. 3 molarli. Temir 3 sulfat eritmasining titrini anamdan. Temir 3. O'rniga qo'yamiz. 3 molarli molekulyar massasini hisoblab oringlar. 96 ko'paytiring, qo'shing 112 ni. Tak, 0.3 ko'paytirsak 1.2. Xo'p, yana bitta. Hamma tushundimi? Titrdan molarga. Titri 16 gram. Bo'lgan temir 3 sulfat eritmasining molar konsentratsiyasini aniqlang. Xuddi shuni teskarisi. O'rniga qo'yib yubordim avtomat. Xo'p, 1000 ga 400 ga bo'lsa. Necha? Javob 3. Tak, buni 1000 ga ko'paytirsam 1600 bo'ladi, 1600 400 bo'ladi. 4 molarli eritma ekan. Qanday ko'rinyapti degan umiddaman. Kim qayerga tushunmadi? Chikara 16 Gulxumarchi. Kim qayerga tushunmadi? Hamma o'rniga qo'ya oladi. Hamma birliklar nimani bildirishini bilyapti. Nima ekan? Ekvivalent. X nima ekan ertagi? Ana X neydi qizlar? Shuncha qilganimi? Tepadagi X. Ekvivalenti qaysi songa bo'layotganimiz? Aytdim, lekin sizlar qaytarib bera olmaysizlar. D nima? Eritmani zichligi. Hammaga tushunarli demak. Shu bilan uzoq o'tirmayman. Kesarkanman baribir. Shu bilan eritmani yopdik. Polning hammasini o'tib berdim. Bu yog'iga yopdik deya olmayman-u, olyum bor, plastinka bor. Ular ham pashti eritma. Transkonsentratsiyalar mazmuni shu. Qiladigan ishlar formani yodlash.